Alaykum. Sizlar bilan bugun biz Zater programmasini qanaqa ishlatishni o'rganamiz. Buning uchun bizda Zater programmasi o'rnatilgan bo'lishi kerak. Biz ish stolidagi Zater tugmasini bosamiz. Shunday okna paydo bo'ladi. Biz bu yerda yangi papka ocha olishimiz kerak. Yangi papkani ichiga fayllarni yuklab chiqishimiz kerak. Maqolamizda ishlatmoqchi bo'lgan adabiyotlarimizni ro'yxatini qo'shish uchun birinchi uslubi PDF birinchi uslubi maqolamizni doimiy nomerini olib mana bu tugmaga kiritamiz. Unda u qo'shadi. Ikkinchi metodi PDF'imizni skачать qilib olib, maqola PDF'ini Zaterani ustiga tashlasak, uni ham yuklab oladi. Uchinchi uslubi agar bu hech qaysi jurnallar doimiy nomeri bo'lmagan O'zbekiston deylik jurnallar bo'ladigan bo'lsa, uni qo'lda kirgizib chiqishimiz mumkin. PDF 0 0 keldi. Shu uslubda qaysi biri qulay bo'lsa, shu uslubda bir nechta maqolalar yuklab olamiz. Deylik mana buni qo'sha olmadi. Biz uni doimiy nomer orqali kiritib ko'rishimiz ham mumkin. Mana qo'shdim. Qo'shilgan ekanmi? Bir nechta maqolalar qo'shib oldik. Endi yozib turgan maqolamizni ochamiz. Dissertatsiya yoki maqolani adabiyot qo'shish kerak bo'lgan joyga bosib sichqonchani birinchi bo'lib programma yoniq turishi kerak. Zatera programmasi. Ikkinchi Word'ni ochib, Word tepasida Zatera tugmasini bosamiz va adabiyotlar qo'shish tugmasi birinchisi hisoblanadi. Birinchi foydalanib turganlaringda sizlardan qaysi metod orqali qo'shaydi, mana uni so'rash mumkin. Mana bu I va 3 ta E bo'lganini tanlashlarni maslahat beraman. Boshlanishiga qo'shasizlar. Qo'shib turganda maqolani birinchi avtorini nomini yozsalar osonroq deb topiladi. Hechqani bosadigan bo'lsak, mana adabiyotimiz qo'shildi. Qolgan adabiyotlarni ham sekin qo'shib chiqamiz. Zero, Misolachon. Uchinchisi to'rtinchisi endi biz adabiyotlar ro'yxatini chiqarish uchun pastga tushirib turib, ikkinchi tugmani bosadigan bo'lsak, adabiyotlar ro'yxati shakllanadi. Agar biz yozilish stilini o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana bu dokument degan ustiga bosib, boshqa shifrlar tanlab ko'rishimiz mumkin. Qaysi biri bizga qulay bo'lsa, shuni tanlaymiz. Mana misol uchun uchinchisini tanlab ko'rsak, 1 2 3 dan familiyalarga o'tib qoldik. Shunga o'xshab istaganimizga o'tkazib, boshqatdan tanlab olishimiz mumkin. Misol uchun Nature uslubi jurnallarda nomi keltirilgan, o'sha bo'yicha har xil metodlarda nima qila oladi, yoza oladi. Endi deylik maqolamizni yozib bo'lganimizda mana bu yerga yangi adabiyotni qo'shishlikka to'g'ri kelib qoldi. Shunda biz boshqardik zang. Deylik mana bu yerga Zang degan avtorning maqolasini qo'shmoqchimiz. Shu
avtorda qo'shadigan bo'lsak, nomerlar o'zi o'zgarib qoladi. Mana bu yerga misol uchun numeratsiyani o'zi avtomatik ravishda o'zgartirib boradi. Bu juda ham qulaylik tug'diradi bizga. Keyin saqlanch qilib bemalol maqolamizni ishlatishimiz mumkin.